yig'lagim kelyapti o'tirib. Bola bilan qiyin-da, baribir borib. Shikarni chiqdi. Asal chiqdi bola. O'zi mashhur opamda o'qiganimda Instagram, Telegram yozmasini zakaz keldi menga. Tanish bilishlardan juda ham ko'p bo'lib ketdi. Ancha yengil oldi. Juda ham ko'p o'ncha to'qildi. Keyin bu narsaga qanchadan beri qiziqib kelyapman. Bu kim menga beradi? O'sha sizga anglayapsiz. Auditoriyada ko'ngilga yoqadigan odam bilan ishlasangiz zo'r bo'ladi. Biz mashina yozib, mashina yozganinglarni qo'llasanglar, ya'ni xudo xohlasa yaxshi. Oddiy odam ekan-da deymiz. Chet elliklarga o'xshab anaqa kibri yo'qolgan inson emaslarda, o'sha oddiylarda o'sha uchun ham bizga yo'qolyapti. Men beryapsiz, sizga Alloh bundan-da nima deydi, bilimlaringizni ziyoda qilsin. Kerak menimcha. O'sha darajada yaxshi ko'rishingiz kerak. Ishinglarni yaxshi ko'rsanglar. Hamda просто ko'rib qoldim. Mana Instagram Rastlo qildingiz-a? Instagramda shunday ko'rdim. Keyin ikki bola bilan keldilar. O'rganaman odamga qaragani. Biz xil yo'lda bola bilan ham ko'radi. Sizga anglayapsiz. Auditoriyada ko'ngilga yoqadigan odam bilan ishlasangiz zo'r bo'ladi.